Qavatlari qat-qat bo'lib, qarsillab pishadigan qatlamani birgalikda tayyorlaymiz. Xohlasangiz piyozli, xohlasangiz oddiysini tayyorlab ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib idishga gazli suvni quyib olamiz. Xona haroratidagi gazli suv va uni ustidan razzaxichelni solib, yaxshilab ko'pirtirib aralashtirib olamiz. Tabga ko'ra tuz solamiz va un solib xamir qoramiz. Har doimgidek to'ron unidan foydalanamiz. O'rtacha qattiqlikdagi xamirni 15 daqiqaga tindirib, yana 2 zuvalaga bo'lib olamiz va yana 10 daqiqa tindirib qo'yamiz. Kukuruz kraxmali va unni aralashtirib xamirga sepamizda va xamirlarni yoyamiz. Muzlatgichda turgan saryog'ini eritib, xamirlarga yupqa qilib surib chiqamiz. Mayda qilib to'g'ralgan ko'k piyoz va piyozni sepamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib xamirlarni o'rab chiqamiz va o'rtasidan kesib, bo'sh holatda o'rab chiqamiz. Xuddi shunday qilib ikkinchi xamirni ham yoyamiz. Ikkinchisiga piyoz, ko'k piyoz sepmasdan oddiy qilib tayyorlab olamiz. O'ralgan qatlamalarni 15 daqiqa tindirib, un sepib, bir xilda qilib yoyib chiqamiz. Tovani qattiq qizdirmasdan saryog' solamiz va yoyilgan qatlamalarni har ikki tarafini 3-5 daqiqadan aylantirib tillarang qilib pishirib olamiz. Qatlamalar tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Qizil yurakchani bosib, yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Sahifamga o'tsangiz, bundan da ko'p retseptlarni topasiz. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga kelasiz.